Top toza Nexia 3 haydayman. Yeli yangi va probegi kam bo'lgan deganlar uchun. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba biz Sergeli mashina bozoridamiz. Bugun reytimiz Xudo xolisa Nexia 3 avtomobillar bo'ladi. Holati, narxi, shu video davomida shu narsalarni ko'rib borasizlar. Video boshlanmasdan oldin bitta like-chani bosib qo'ying. Izohlarda keyingi mashinamiz nima bo'lsin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna ham bo'lib qo'ying. Nexia 3 dan boshlaymiz. Avtomat 2016-yil, metan gazlari ham bor. Kapotimiz zamena bo'lgan, boshqa qo'yilgan. Shlitrashda pitno sepilgan ekan. Видимо такой mana fara ham aytlari yamalgan. Mashinazgina urilganda kapot zamena qilib, o't sepilgan, kirlo sepilgan. Kirlo ham ancha zamena bo'lgan. Kirlo kira sepilgan. Beshik ham kira sepilgan ekan. 2016 bejiga chiqqan ekanda. 16 dan bejiga chiqqan avtomat bo'lgan. Приятный такой. Bu yevro, adashmasam Yevroga chiqqan. Zo'r. Kalinkasi sepilgan ekan, shakilkasi. Mana shu kichkina pitno sepilgan ekan. Gruntовkasi ham turibdi. Ichlari butun ekan. Shunda bo'lsa ham geometrikalari joyida turibdi. Butun. Sanki deformatsiyalari bor ekan. Shakilkasini qo'ysak. Yana narimanlik. Mana shu yerda shakilka surgan joyi bor ekan. Mana qara. Rax bor-ku. Tiniq emas-da, rax cho'kib ketgan. Aytdi shakilka surib tayyorlangan joyi bor ekan. Ashtika sepilgan. Sepilgan, ha? Xo'p. Mana patyoklari ham turibdi, ko'rasizmi? Patyok. Da. Tak, ketdik. Endi bu eshikka o'tamiz. Bu eshigi raxlari chiroyli turibdi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Qatlarda bo'lgan shunda? Kapot zameni bo'lgan, g'ali kirlari remont bo'lgan. Eshik kraskalangan chiqdi. Imam bir eshigi remont bo'lgan. Bu mashinamiz men shu uchun ham naqdga sotishmayapti. Arendaga berishmoqchi. Mana narxlari bilan qo'yamiz. Telefon qilinglar. Kimdir arendaga qarayotgan bo'lsa, avtomat mana tekshirildi mashina. Bizda navbatdagi Nexia 3 mashinamiz, aka mana legendarniy mashina sotuvchilar ustasi Sadriddin aka. Geometrikasi joyi turibdi. Bo'llar joyida, bo'l joyida, chashka joyi turibdi, yon joyida. Mana bu ham chashkalari yaxshi turibdi, ochilib ketmaydi, yaxshi. Mana bu yerda shlitel pastdan zgib bor ekan. Gravatex bir xil turibdi. Sariq. Kichkina pitnosi bor ekan. Kichkina pitnosi? Ha. Mana deformatsiyasi to'g'rilaganda kichkina chaqa kichkina sepib qo'yilgan ozgina. Ko'chasi bor ekan. Imaytida ham bor ekan. Kichkina. Kichkina joy. Fara taqqanda nimadir bo'lganmi? Boyiga zgib bor-ku. Shu mashina bilan bog'liqda. Mana shu bamper endi zamena bo'ladi, u turmay anaqa-ku. Gran ustitilarga ishlamagan, o'shanday holatga bog'liq bo'lish kerak. Mana shu eshik boshqa qo'yilgan ekan. Eshik bo'lgan ish. Ichida qorayib turibdi, germetikalar. Qora eshikni olib, yeng, sochi. Qora eshik zamin bo'lgan xolos. Demoqchiman, zavodskiy eshikni olib, zavodskiy. Qora mashinaning eshigini. Germetikalar zavod turibdi-da, uning ichida qorasi chiqib turibdi. Shuni qo'yib seforishgan. Tashlamer bilib bo'lmaydi buni o'shaning uchun. Yo'q, tashlamerda bilamiz, aytish shakilkalari bor. Baribir shu eshik zamina bo'lgan-da. Yo, pitno mashinadagi. Mana shu eshik bilan bog'liq-da bu. Bilan bog'liq. Remont bo'lgan joyi bor ekan. Krilo zamin bo'lmagan, faqat shu ozgina joy pitno bo'lgan. Doni ko'rasizmi, don? Polni sepilgan. Mana ketaman. Sezasizmi, doni? Don ketadi. Bo'ldi. Shu eshik bilan bog'liq ishda bu. Germetikalar joyi turibdi. O'tir. Pitnosi bor ekan. Mana shu joy ham remont bo'lgan ekan. Ikkalankasi bilan birga remont bo'lgan. Eshigini ko'ramiz. Eshik zamena bo'lgan ekan. Bunda yangi eshik qo'yilgan. Asakaniki narigi mashinadan yechilgan, qora mashinadan yechilgan eshik qo'yilgan. Sepgan ekan. Stativ bo'lgan. Bu sepilmagan-da. Bu seriya eshik bo'lgan. Seriyani seforsin geometrikasi qo'lda qo'yilgan. U zavodskiy qo'yilgan. Shundan shundan ko'rib olsak. Silikon sepilgan ekan. Gravatex ham boshqa sepilgan, boshqa qilingan.
Aha. Gravetex bor, boshqa qilingan. Aha. Keyin safe formga parov. Safe organ, parov. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Xatlarda bo'lgan Husan aka. Mana shu kirovda kichkina pitno bor ekan. Orqa eshik zamina bo'lgan, bu yoq eshik zamina bo'lgan, и parovga sepilgan. Bu mashinamizni 7,5 ming so'rashyapti. Nomer qoldiramiz, telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Holati arziydimi, puliga yo'qmi yozib ketinglar. Mana qarang Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi-da, misol uchun. Biladi, qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilarmisiz? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelondagi okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. Misol uchun u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmay esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy. Misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon mana chiqadi. Mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz, nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman ular. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun naqd berishni farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekan-da. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa priloyeniya kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoelon o'zidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rda. Navbatdagi Nexia 3imiz 2020-yil egalari kraskani toza deyishdi. 104 ming yurgan ekan. Avtomat hozir tekshiramiz. Oxirida xulosalar aytamiz. Geometriyada mashina, geometriyasi toza turibdi. Yan zavodskoy. Bo'ntli joyida, ham joyi turibdi. Chashkalar bir xil turibdi. Geometriyada joyi turibdi. Bu yoq ham butun. Toza ekan. Toza. Ketyapmiz. Zo'r mashina Nexia 3 qaratayotganlar uchun ko'rsanglar bo'ladi. Tayyor tekshirib beramiz, xudo xolisa. Mana tekshirganingizga inshaalloh javob beramiz. Xudo xolisa. Takaytda kichkina miyatinasi qolibdi, bu ham miyatina qorsa bo'ladi, lekin qirilmagan joy. Butun. Da tabletkasi. Zapaska ekan bu. Yana bitta zapaska bor ekan. Menimcha boshqa mashinanikini bu yoqqa qo'yib qo'yishgan. Ishlari qanaqa? Atsak cho'tki turibdi. Butun. Sepilgan joyi yo'q. Bamper almashgan ekan, sal. Tuftaro bamper qo'yib qo'yishda, bitta ishlaklar turibdi. Arzonrog'ini qo'ygan bo'lsa kerak, lekin udar bo'lmagan chiqatiga butun turibdi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2020-yil, haqiqatan egalari aytgandek, kraskasi toza ekan. 104 ming probekda yurgan. Nomer qoldiramiz. Bu mashinamizga 9100 so'rashyapti. Kelishadigan joyi bor. Navbatdagi mashinamiz 2022-yil top-toza Nexia 3 haydayman. Yili yangi va probegi kam bo'lgan deganlar uchun hozir tekshiramiz, oxirida xulosalarimizni aytamiz. Toza. Yo'q ham butun turibdi. Atsaga yaxshi chiqdi butun ekan. Endi ustiga o'tamiz. Qanot ham toza chiqdi. Eshik ham toza ekan. Sizlar uchun tayyor tekshirilgan mashina. Sizlardan faqatgina so'raladigan narsa like va kommentariy. Mana bunda tabletga bor ekan. Aytdimi, propan dedimi? Propani bor ekan mana. Bu ham butun, ichi ham butun turibdi. Haqiqatdan holati zo'r ekan. Holati chiroyli, yaxshi turibdi. Bitta shu parokchasida kichik qirilgan joyi bor ekan, hatto kraska sepilmagan butun. Bu ham toza. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashina haqiqatan yili yangi, 58 ming probekda, top toza. Mashina toza ekan, chiqadi chaqasi ham bor. Bitta shu kapotida kichkina chaqasi bor. Olib minib mazax ketasizlar. Narxi faqat endi sal kimgadir qimmatga qilishi mumkin, lekin 10400 deyishyapti. Tonirovkaga ruxsatnomalari ham bor ekan. Nomer qoldiramiz, telefon qilinglar, baraka qilinglar. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozing.
Bugungi Nexia uchimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar uchun tayyor tekshirilgan mashinalarni tekshirib berdik holatlariga. Faqat probegini olib kelib tekshirtirasizlar, bo'ldi. Olib ketaverasizlar-da. Tayyor narxlari bilan nomerlarini qoldirdik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariyada yozinglar, keyingi mashinani nima tekshiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, обязательно. Sog' bo'linglar. Pastda nomerlar qoldiramiz, DTPga uchragan mashinalar yoki bo'lmasa mashina tekshirish xizmati kerak bo'lsa, aloqada.